Sizlar Salam do'stlar, yaxshimisizlar? Men Tatlıqzadın Amina. Bugun sizlarga yeb kelgan darsimiz bo'lsa, 5 yeyishik bo'lgan zaytun bulka. Unda istiqtimlar menda bo'lsin. Bu oilalarda qilishga noit mos keldi va unda biz boshlab ketdik. Yetarlik materiallar: tuxum 7,5 tal, shakar 250 gram, dangoyo 20 gram, un 400 gram, podafin 7,5 gram, sumay 50 gram, süt 25 gram. Mashg'ulot o'qib kelsak, tuxum bilan shakarni to'kib, shakar erigicha mangdirib olamiz birinchida. Andan keyin dangoyoni to'kib, ko'p mangdirib olamiz. Undan keyin sumay va sütni quyib, keyin to'kib, tekshir mangdirib olgandan keyin un podafin qismiga kelamiz, un tarkibini to'kib, tekshir aralashtirib olamiz. Shuning bilan tayyor bo'ldi. Endi siqish xaltasiga qachilab, endi siqish tayyorlaymiz. Buning qilpi bor. Cho'ng kichik qilib o'zingizlarning ehtiyojiga qarab qilsanglar bo'ldi. Zaytun bulkining qilpini bir qavat maylab olgandan keyin bafilman odatda siqib olamiz. Siqib biz ustiga yemiş ya'ni chechib oldik. O'zingizlar yaxshi ko'radigan gangolarni qo'ysanglar bo'ldi. Endi kavshang bevosita silib pishirib olsak bo'ldi. Bunday oddiy. Buning gradusi 190 da 210, üstü 190, asti 210. 25 minut pişirdi. Mana bizning zaytun bulkalarimiz tayyor bo'lib ketdi. Qaranglar, 5 yeyishlik, kichik cho'nglarga 5 mos keldi. 5 tembek peyzi. Unda bo'lsa, keyingi sanatki darsligimiz texim ilg'or, teximi peyzi yangiliklar bor. Unda bo'lsa meni qaytarib unutib qolmanglar. Unda bo'lsa, kelar sanatda ko'rishaylik. Xayr, xo'sh.